Do'stim, ochkaga gap bo'lishi mumkin emas. Dizayni zo'r ekan-ku, lekin oynasi yoqmayapti. Oynasi nimasi yoqmayapti ochka? Oynasi menga xameleon bo'lishi kerak. Quyoshga chiqqanimda qorayishi kerak, salqinda ocharishi kerak. Bu umuman muammo emas. Hozir 5 minut ichida aynasini o'zi almashtirib beramiz. Qanaqa qilib 5 minutda ayni? Mana bu apparatimiz bor. 5 minutda kelsangiz, siz zreniyingiz pastmi, qanaqadir ochki kerakmi? 5 minutda sirasiz muammongizni hal qilib beramiz. Hozir 5 minutda уже mana shu ochkimni taqib chiqib ketaman. Mana shu ochkingizni xohlagan stikloni qo'yamiz, aynasini o'zi almashtirib, sizga yoqqanday qilib tayyorlab beramiz. Hoji Akbar bu optika magazinga 53 yil oldin asos solingan bo'lib, Farg'ona shahrida bitta bo'lgan. Hozir to'rtta filiali bor, ko'ryapsizmi? Bitta assortimenti, bunaqa assortimentni boshqa joydan topish juda ham qiyin. Narxlari Ramazon oyida juda ham arzon qilib qo'yilgan. O'shuning uchun ham menga 5 minut devordingizmi? Og'zingizdan 5 minut apparatlar bu, undan tashqari linza deysizmi? Bular ko'z temasida. Zreniyachi, do'stim, zreniyasi. Aytyapman, ko'z sohasida qanaqa ochki kerak bo'lsa, ishingiz shunaqa tez hal bo'ladi. Aytyapman, bunaqa assortimentni boshqa jihatdan topolmaysiz. Maktabdan xohlagan ochkini tanlasa, zreniyasiga moslab, oynasini almashtirib beraverasizlar. Do'stim, do'konlarda lokatsiyasini ham tushuntirib bering odamlarga. Lokatsiyamiz eng asosiy ofisimiz 53 yil oldin asos solingan ofis. Ekstremniy больницаning ko'pchilik bilan o'shaning to'g'risida o'sha sizlarni do'konlaring bo'lgan. Именно shuni birinchi filiali bo'ladi. Undan tashqari Glaznoy больницада bor, Detskiy больницада bor. Hozirgi paytda eng lokatsiyasi bo'yicha asosiysi Farg'ona shahrida Kiyim bozor majmuasining yonida joylashgan. Mukammal yo'q to'g'risida joylashgan bo'ladi. Assortimentda ham eng ko'pi mana shu yerda bo'lsa kerak. Eng ko'pi mana shu joyda bo'ladi. Do'stim, haqiqatan ham do'konga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Narsalarda, ayniqsa kачествосiga, assortimenti haqiqatan Farg'onada nomer 1 ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilasizlar. Lokatsiyasi aytib o'tganimizdek, Kiyim bozorining asosiy darvozasining tagida joylashgan. Mana shunaqa assortiment o'qtarib yurgan, ochki o'qtarib yurgan do'stlarga videoda jo'natib qo'yadi.